bir nim bo'lganda ham qanaqa qilamizku? Hammani o'zini noqulay bo'ladi, lekin qanaqa bo'lsa-chi? Assalomu alaykum Nozim aka. Bu 5 в одном qahvasi 5 tasi birda. Buni tarkibida 2 xil jenshin va ganoderma kombinatsiyasidan tayyorlangan. Buni xususiyati shundaki, jenshinni hamma biladi, shifobaxshlik yog' hamma yoqda sotiladi, lekin ikkinchi xil jenshini bu tangatali hisoblanadi, Malayziya jenshini. Bu ko'p joylarda uchramagani uchun uni ko'pchilik bilmaydi. Tangatalini ma'nosi bu alani hassasi o'zbekchaga tarjima qilganda. Bu qahvamizning foydasi nimada? Mana oddiy hozir O'zbekistondagi insonlar ham, bizning o'z xalqimiz ham choyxo'r xalq, lekin kofe ichishni yaxshi ko'rib, o'rganishdi kofe ichishni ham. O'sha kofe sevuvchilar uchun bu juda ham shunaqa shifobaxsh kofe hisoblanadi. Magazinlarda sotiladigan kofe bu sintetik kofe. Uni farqi, bizning kofemizdan farqi bu shifobaxshlikligida. U sintetik qanchadir miqdorda uni me'yori bor, ko'p icha olmaysiz. Keyin tayyorlash jarayoni bor. Kofeini yuqori, sog'liq uchun baribir uni norma me'yorga amal qilish kerak. Bizning bu shifobaxsh kofemizni ichganingizda sog'lig'ingiz uchun qancha ko'p ichsangiz, shuncha mazza qilib, shuncha davo ko'rish imkoniyatini beradi. Kofega bo'lgan ehtiyojingizni bosadi, bu birinchidan. Ikkinchidan, gormonal buzilishlarda aynan mana shu 5 tasi birda kofemizda. Klimaks oldi, klimaksdan keyingi holatlarda, erkaklarda prostata adenomasida, bepushtliklarda natija berish imkoniyatini beradigan qahva hisoblanadi. Endi bitta narsa bor, shu yerda Nozim aka, bitta narsaga e'tibor berish kerak. Bu ma'lumotlarni eshitgan insonlar ichimlikni o'zida davo deb o'ylaydi, lekin aslida bizda shu tangatali, jenshinli tarkibli kapsulamiz bor. Asosiy jiddiy natijani kapsula orqali qilinadi. Bu ichimlik kofelarimizning turlari ko'p. Buni profilaktika sifatida, kundalik ozuqa uchun, kasal bo'lmaslik uchun ichishingiz mumkin. Lekin haqiqiy siz agar jiddiy muammo bezovta qilayotgan bo'lsa, kapsulamiz haqiqiy terapiyani kapsula bajaradi. Bizda yuqorida klinikamizda bor, mutaxassis ko'rigiga kelgan holatda shu tartib, davo tartibini yozib, natijaga erishishingiz mumkin. Buni bo'lsa profilaktika qilganingizda shu muammolarga uchramaslik uchun iste'mol qilamiz. Misol uchun, men ham kofeni sevuvchilar qatoriga kiraman. Kofeni fanatlari deydi. Hozir bizda menimcha ko'pchilik shunaqa bo'lgan. Endi kofeni nimaga alishgan bo'ladi shunaqa insonlar? Shunaqa foydali kofega. Chunki uni tarkibida kofein organizmga o'rganib qolasiz, qo'rilib tayyorlanish jarayoni bor. Bizning kofegimizda unaqa emas. Sizni qancha ko'p mazza qilib, cheklovsiz ichgan holatingizda davo topasiz va kofega bo'lgan ehtiyojingizni bosadi. Bu kofemizning yana qanaqa tomoni, ichimliklarimiz o'zi aslida umuman, endi men aynan shunga urg'u berishim, buni aromaterapiyasi ham bor. 5 tasi bittada dedim-ku, aromaterapiyasi. Hozir men shu yerda kofe damlab ichyapman. Tashqarida, tepada hammaga buni hidi tarqaladi. Chunki bu shunaqa noyob xususiyatga ega shifobaxsh ichimlik hisoblanadi. Oddiy jenshin, ganoderma, lekin Malayziya jenshinini har joydan ham topa olmaysiz-da. Shuni o'zgacha xususiyatga ega kofe bo'ladi. Buni o'zimizning maxsus do'konlarimizdan xarid qilishingiz mumkin. Pastda raqamlar qoldiramiz, opisaniyada shunga murojaat qilsanglar, biz sizga dostavka orqali yoki o'zingiz ko'zingiz bilan kelib, har xil ichimliklarimizni muammolaringizga qarab, profilaktika uchun bo'lsa, mutaxassis, shu yerdagi sizlarga konsultatsiya beradigan insonlarga qarab, ichimliklaringizni, kofe ayniqsa urg'u bermoqchiman, kofeni sevuvchilar uchun o'sha xohlagan, o'zlariga yoqqan turini olib iste'mol qilishlari mumkin. Endi qarang. Qarang, kapsulami yo supremalor kofesimi, qaysi biri erkaklarda prostatit, bepushtlik, boshqa anaqalarga qaysi biri ta'siri bor? Agar o'sha darajaga yetmayman desangiz, sizda hali bezovtalik bo'lmagan bo'lsa, o'zingizga yaxshi qaraydigan bo'lsangiz, ichimliklarni ozuqaviy, funksional ozuqaviy kundalik iste'molda har kuni qilib tursangiz bo'lmaysiz. Lekin oldini olish uchun to'ppa-to'g'ri. Endi u darajaga yetib bo'lgan bo'lsangiz, ichimlik emas, kapsulani tavsiya qilamiz. Lekin bu o'sha yuqori natijaga erishishingizga yordam beradi. Bu natijalarimiz juda ham ko'p.
chunki farqi shundaki o'sha muammoni sababini nozim aka sababini yo'qotmasangiz boru oylab yillab hali o'tga hali betga borar ekansizda sababini topmaysizmi yuraverar ekanmiz bizani boshqacha nima deydi mahsulotlarimizni ichimlik ham kapsulalarimizni o'ziga xos xususiyati shuki sizni organizmingizga kirganda muammongizni sababini topib sababini yo'qotgani uchun siz natija olasiz. Umidaxon, stolda juda ko'p ko'filar ko'raman, Suprema ko'fidan tashqari, u ko'filar qanaqa yonida? Nozim aka, bu ko'filarimizni hammasini o'zini yo'nalishi bor, tarkibi. Asli sostavi, mana asli nima kelib chiqishi ganaderma bo'lsa ham, asosi ganaderma bo'lgani bilan, mana misol uchun bu горячий shokolad quyuq bo'ladi. Bu onkologiyada, allergik holatlarda, infarkt, insult bo'lishni oldini olish holatlarida, gemoglobinni ko'taradi. Lekin hamma mahsulotimiz kapsula bo'ladimi, ichimlik bo'ladimi, birinchi o'rinda immunitet bilan ishlaydi. Bu shunaqa holatlarda yordam beradi, shuni profilaktika qilish uchun bu ichimlik bu ham. Bunisi oqsil, belok bu 100%. Bu kofemizni Trivadnom kofesi ganadermani asl o'zidan qilingan. Buni ichganingizda mana bo'ladi, har xil vaziyatlar bo'ladi. Ish jarayonida obed qila olamiz, qila olmaydigan holatlar, hammani kasbi jihatidan har xil. O'sha holatda birinchi yordamchi bo'lishi ham mumkin bu. Shundoq bitta chashkaga damlab ichib olasiz. Buni oddiy xalq tilida aytganda 50 gram go'sht kuchini ola olasiz mana shu bitta paketlikdan. Buni yoniga qo'shimcha terapiyasi immunitetingizni, gemoglobiningizni ko'taradi bu ham. Qabziyatda yaxshi yordam beradi bu. Bosh og'rig'ini qoldiradi. Ozuqa, mana nima ovqatlanganda ham hozirgi bilan sintetik ozuqalar ko'payib ketdi. Bizga kerakli moddalar organizmga kirmayapti. Ana shu holatda sizni hujayrangizni to'yg'izish uchun kerakli 114 ta elementlarni ta'minlab beruvchi xususiyatga ega ichimlik bo'ladi. Endi bunisi sal qorchada bo'lib turgani bu achchiq kofe sifatida, bu ham ganadermani o'zi. Bu yog'li gepatoz, jigar muammosiga yo'nalishi ko'proq, kuchliroq. Buni o't qopi muammolarida, tosh o't qopida, xolesistit deymiz, o't qopida buni ichib yursangiz tosh bo'lmasligini oldini oladi. Toshi borlarni toshni maydalash xususiyatiga ega, tozalovchi mahsulotga kiradi. Achchiq kofeni sevuvchilar uchun bu. Va jigaringizni himoya qiladi. Yog'li gepatozda yog' erishiga yordam beradi, jigarni tiklashga, gepatitda, karies bo'lishini oldini oladi, miya faoliyatingizni 10% ga oshirib beradi. Men o'zimda amaliyotda shuni qilganman, his qilib sinaganmanki, bizda mana Covidda ko'pchilik ko'rdingiz, qanaqa holatda o'tkazdik. Hamma yoq to'xtagan, lekin bizni mahsulotimiz birinchi o'rinda immunomodulyator bo'lgani uchun biz mana ishladik. Muammosiga birinchi o'rinda yordamchi mahsulotlar bo'ldi. Men o'zim 37 temperatura bilan 3 kun Covid bilan kurashdim, hid bilmadim, ta'm sezmadim. Mana shu bilan issiq chashkada issiq ichib yengdim. Ana shu holatda. Lekin bular tarkibi shifobaxsh bo'lgani uchun ayrimlar achchiq bo'lsa buni icha olmaydi, icha olmayman deydi. Shakar qo'shib qo'yishadi bilib-bilmay. Sintetik narsalar qo'shilmaydi bunga. Agar icha olmagan taqdiringizda bu chunki organik doriga kiradi. Ozuqaviy, kunlik ozuqaviy funksional ichimlik ichasiz, ham davo topasiz, ham ozuqa hisoblanadi. Shuning uchun biz sintetika narsa qo'shmaymiz. Icha olmagan taqdirda asal qanaqa narsa? Nozim aka, asal tabiiy narsa. Ozgina asal qo'shib mazasini endi icha olmaganingizda qo'shib ichishingiz mumkin. Yoki munchagina novot qo'shib ichishingiz mumkin. Bo'lmasa maslahatimiz unga hech narsa qo'shilmaydi. Uni tarkibi, shifo baxshli xususiyatini parchalab, sizga o'sha doriga asal narsa qo'shib ichmaymiz-ku, to'g'rimi? Xuddi shunaqa holatda. Endi baribir hamma ichimlikimiz ko'p bo'lgani uchun, ichimlik ichishni xush ko'rgani uchun shu ma'lumotni berib qo'ymoqchiman. Bu baribir 100% davoga kirmaydi. Bir qator shunga o'xshagan kapsulalarimiz ham bor. Terapiya yo'nalishida. Shuning uchun iltimos qilaman, buni ozuqaviy profilaktika uchun ichinglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, lekin jiddiy muammosi bor insonlarga terapiya uchun kapsulalardan foydalanib, mutaxassis nazoratida davolanishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Endi qarang, bu kofelarni ichishda shundoq olib ichish kerakmi yo doktor nazoratidan keyin ichish kerakmi? Agar faqat ichimliklarni yoki kofe ichishni xush ko'radigan insonlar bo'lsa, bunga shart emas mutaxassis. O'zingiz magazindan xohlagan ichimligingizni sevib olganda olib ichishingiz mumkin. Xo'p, birinchi ko'rsatganingiz anaqa
shikoladli garaj shokolad dedingiz haligi kofe. Garaj. Bunaqa kofelar bor-ku. Farqi nimada? Ko'chada sotilayotgan garaj shokolad o'sha kofe bilan buni farqi nimada? Birinchi farqi Nozim aka buni tarkibida ganaderma shifobaxsh giyoh borligida. Ikkinchi farqi bu nima deydi, qovurilib oddiy ko'chadagi kofelar qovurilib tayyorlanadi birinchidan. Bu kakaoli, bu endi kofe deganimiz uchun aytayapman. Bu 100% tabiiy Shveysariya kakaosi qo'shilgan kombinatsiyasi. Lekin ko'p miqdordagisi ganaderma kombinatsiyasi bo'lgan. Bu qovurilib tayyorlanmaydi. Keyin tarkibida kofeini yo'q buni. Shifo ichimlik. Ko'chani kofesi bo'lsa, birinchidan mayda, anaqalarni oldi vitrinada mayda shtuchnilar baribir eng past sortidagilari u sintetik hisoblanadi. Unga har xil quritilgan sut mashinaqalardan tayyorlanadi. Asl original Kolumbiya kofesi ham, Kolumbiya ham o'zi vatani onasi kofeni Kolumbiya hisoblanadi. O'sha davlat ham mahsulotimizni, bu kofelarni o'zini vataniga kirgizgan bu mahsulotni. Ganexel bilan hamkorlikda. Nima uchun? Chunki uniki bilasiz tarkibida zo'r original kofe bo'lsa ham, uni tayyorlanish jarayoni, shifoli jarayoni uchun kattaligi mumkin emas degan cheklovlari bor. U kofeini bor. Kofein bilasiz past dozadagi narkotikka kiradi. Bolalarga bera olmaysiz. Siz u kofeni shifo uchun ichasizmi? Kun davomida me'yor bor. Ikkita kichkina chashkada suv yonida turishi kerak. Suv ichib, yo'lanishi bor demoqchiman. Buni Kolumbiyaga o'ziga kofeni vatani bo'lsa ham buni qo'shishi o'zini mahsulotini orasiga. Bu tarkibi 100% davolovchi xususiyatli ganadermasi borligi uchun. Insonlar nimani qidiradi? Uni baribir bir umr ichib yura olmaysiz. Yillar davomida oddiy o'sha kofeni ichganingizda sizga muammolar tug'diradi baribir. Yurak qon tomir kasalliklari olib kelishi mumkin. Bemalol kofe sevuvchilar uni mazza qilib kechgacha icha olmaydi. Cheklovlari foydaga ko'ra ko'proqda. Bu bo'lsa siz nabarot qancha ko'p ichsangiz, shuncha sizga foyda beradi. Shuning uchun ham bu o'zini kofe vatani bo'lsa ham Kolumbiya mahsulotlarni o'zini vatani anaqasiga qo'shgan, mahsulotlarning orasiga qo'shgan. Agar sizga mahsulotlarimiz va shifo kofemiz haqida ma'lumotlar qiziq bo'lsa, raqamni opisaniyada qoldiramiz. Bu videoni siz uchun sog'lig'i muhim bo'lgan insonlaringizga yuborib qo'ying.